Misol tariqasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining hadis shariflarida marhamat qilganlar. Bir odam tog'ning ustida, g'orda 500 yil yashadi. Buloq bor edi, shu g'orning oldida bir dona anor daraxti bor edi. Kunda bitta anor pishadi, anorni yeydi, ozuqalanadi, suvda tahorat qiladi, ichadi. 500 yil mana shunday zaylda umr o'tkazdi. 5 asr. G'iybat yo'q, shikoyat yo'q, hisob-kitob qilinadigan moli dunyosi yo'q. Hech narsa yo'q, faqat ibodat bor. 500 yil faqat nima qilgan? Ibodat qilgan. Endi qiyomat bo'ldi. Alloh azza va jalla uni taroziga olib kelib, bandam, hadisning mazmuni. Seni jannatimga o'zimning rahmatim bilan kiritaymi yoki qilgan amaling bilanmi? 500 yil faqat ibodat qilgan. Gunoh yo'q. Banda meni amalim bor deb o'yladi. Parvardigor meni qilgan amalim bilan jannatga kirgiz dedi. Alloh taolo amr qildi, maloikalar uni qilgan amallarini tortishdi tarozida. 500 yillik qilgan ibodati bitta ko'zining shukrini ado qilishiga yetmadi. Bu yoqda yana bitta ko'z turibdi. Ikkita quloq turibdi. Sog'lik turibdi. Anor turibdi, suv turibdi. Jahannamga hukm qilindi. Shunda Parvardigor tavba qildim, rahmating bilan jannatga kirgiz dedi. Shu bilan Allohning rahmati bilan jannatga kirdi. Banda meni amalim bor, mana shuncha ish qilib qo'yganman demasligi uchun birinchi unda bo'lish kerak bo'lgan narsa bu Allohning fazli bo'ldi deyish kerak. Ikkinchisi bergan ne'matlar haqida fikr qilib ko'rsa, qilgan amali arzimas bo'lib qoladi. Uchinchisi, agar banda kimga itoat qilayotganligini bir o'ylab ko'rsa, kimga sajda qilayotgani, kimga ibodat qilayotganligini fikr qilib ko'rsa, qilgan amali, toati, ibodati arzimas bo'lib qoladi. Sen qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Sen kimga qarshi isyon qilganingga qara. Tushunarlimi? Nima endi? Berishdi, hamma qilyapti. Sen mana shu beparvo qarashing bilan kufrga ketib qolasan. Bir odam gunoh kabira qilib turib, bo'ynini egib, tavba qilib, hijolat bo'lib, uyatib qilyaptimi? Har qalay xayriyat bor. Endi sen kichkina sanagan gunohingni, seni ko'zingda kichkina gunohdi. Nima endi, hamma qilyapti deb turib, mensimasligi bilan kufrga ketib qolasan. Endi banda qilayotgan amallariga aldanib, o'ziga katta baho berib qolmasligi uchun qilish kerak bo'lgan uchinchi narsa, kimga ibodat qilyapman men deyish kerak. Kimga ibodat qilayotganini qarasin, shunda qilgan amali har qancha katta bo'lsa ham arzimas bo'lib qoladi. Endi qachon insonda shunday holat yuzaga keladi? Qachon banda o'zini amalini arzimas sanaydi? Agar amali xolis bo'lgan bo'lsa. Qalbi g'aflatda bo'lmasa. Demak, insonning qalbi g'aflatda bo'lsa, amalida ixlos bo'lmasa, meni amalim bor der ekan. Shuning uchun inson o'zini qilgan savobli amalini katta kichikligiga, ko'pligiga qarashda o'rniga qabul bo'ldimikin, bo'lmadimikin degan g'amni ko'proq qilish kerak. Ma'qulmi? Alloh biladi-da qabul qilgan qilmaganini.